o'zi qabul qilgan qonunni o'zi tan olmasin. Odamlardan qonunga rioya qilish talab qilinayotgan bir vaqtda shuni talab qilayotganlar o'zlari ham qonunlarga rioya etilishini xohlayapti xolos. Oddiy bir qog'ozda turibdi-da, amalda tan olinmayotgan O'zbekistonning qonunlarida endi. Yo bu qonunlarni qabul qilganlarni bo'lmasam jazolaymiz. Kafolati o'zini majburiyatini bajarmayapti bugun. Markaziy bank nega shu haqda gapirmayapti? Qaysiki to'lov shoxobchasida yoki qanaqadir hisob-kitobda naqd pulda amalga oshirishni cheklash bu g'ayriqonuniy hisoblanadi. Bu kabi masalalarni ko'tarsa, qamalish bilan, bosim qilish bilan tahdidlar doimiy afsuski bo'layapti. Shuni aytganimiz uchun bizni ham terrorizm bo'limi xodimlari bezovta qiladigan bo'lsa, biz ularga aytadiganimiz bitta. Bu O'zbekiston qonuniy davlatmi? Qanday davlat o'zi? Nuqtai nazar. Rasul Kusherbayev. O'zbekiston ko'chalarida odamlarni juda asabiy yurganligini ko'ramiz. Bir-biriga yo'l bermaslik yoki arzimagan bir kichkinagina sabab ortidan qattiq bir-biri bilan janjallashish, aytishish, bir-birini haqorat qilish va yana qanaqadir stress holatda o'zini bir negativ tomonlarni ko'rsatish avj olib boryapti. O'z o'rnidan savol paydo bo'ladi. Nimaga odamlar bunchalik ko'p stressga tushib qolyapti? Nima ularni majbur qilyapti stressga degan? Bilasizmi? Oxirgi bir oyda o'zini oladigan bo'lsak, odamlarni stressga solishi mumkin bo'lgan, asabini buzishi mumkin bo'lgan bir nechta holatlar sodir bo'lgan. Shulardan oddiy bittasi bu. Shu vaqtgacha amaldagi qonunlarga asosan O'zbekistonda rasman tan olingan qog'oz pul shaklidagi so'mning, milliy valyutaning joylardagi ayrim to'lov shoxobchalarida qabul qilinmayotganligi bilan bog'liq. Ya'ni amalda davlat o'zi chiqargan va o'zi bergan fuqarolarga qonun asosida bergan huquqlarni o'zi tan olmayapti. Ya'ni tan olmaslik uchun lazeyka yaratib berdi degan holat ro'y beryapti. Albatta, bunaqa holatlarni ko'rgandan keyin odamlarda haqiqatdan asab buzilish holati bo'ladi. Ertalabdan kerak bo'lsa zahrini sochadi. Bugun gaplashmoqchi bo'layotgan holatimiz ham aynan mana shu o'z-o'zini inkor qilish bilan bog'liq jarayon haqida. Nima uchun bugun davlat yoki hukumatning ayrim tuzilmalari O'zbekistonning konstitutsiyasi asosida faoliyat yuritayotgan davlat organlari, maxsus vakolatli idoralar, qonunlar ularga bergan vakolatdan kelib chiqib amalda muomalaga kiritilgan so'm, ya'ni o'zini qiymati bo'yicha respublika hududida hamma to'lovlar uchun qonuniy yagona cheklanmagan to'lov vositasi bo'lgan mana shu pul belgisi qiymatiga ega bo'lgan mana shu qog'oz pulli so'm nima uchun zapravkalarda, alkogol, tamaki sotish joylarida yana bir qator to'lovlarda qabul qilinmayapti. Bu o'zi qonuniymi degan savol. Bilasiz, mana shu masalada ko'pchilik jur'at qila olmayapti, buni aytmayapti. Bu kabi masalalarni ko'tarsa, qamalish bilan, bosim qilish bilan tahdidlar doimiy afsuski bo'layapti va juda ko'pchilik faollar bilib turgan bo'lishiga qaramay, afsuski bu haqda gapirmayapti. Ayrim gapirganlarni biz eshityapmiz, terrorizm bo'yicha ichki ishlarning maxsus xodimlari bunisi bezovta qilish holatlari bo'lgan. Agar bugun biz ham mana shu aslida fuqarolarga qonunda berilgan kafolat bilvosita tan olinmay, shuni aytganimiz uchun bizni ham terrorizm bo'limi xodimlari bezovta qiladigan bo'lsa, biz ularga aytadiganimiz bitta. Sizlar bizni bezovta qilmanglar. Avvalo mana shu qonunni qabul qilgan insonlarni bo'lmasam bezovta qilinglar. Ularning uylariga boringlar, ularning qo'shnilariga kiringlarda, qo'shnilaridan so'ranglar, bu inson qachon ishga kelib ketadi, bolalari qayerga boradi? Ularni bezovta qilinglar. Chunki odamlarni gapirishga, savol qo'yishga mana shu qonundagi kafolatlar sabab bo'lyapti. Ular majbur qilyapti, mana shu qonun majbur qilyapti. Jumladan fuqarolik kodeksida yozib qo'yibdi. Fuqarolik kodeksini mana 94-moddasi. Mana bu bugun oddiy bir qog'ozda turibdi-da, amalda tan olinmayotgan O'zbekistonning qonunlarida endi. Mana yozib qo'yibdi. Ushbu kodeksning 94-moddasi. Pul valyuta haqida. O'zbekiston Respublikasining pul birligi so'mdir. So'm yozib qo'yilgan qiymati bo'yicha qabul qilinishi shart bo'lgan qonuniy to'lov vositasidir. To'lovlar naqd pul bilan
naqd pulsiz hisob kitoblar tarzida amalga oshiriladi. Ya'ni to'lovlar naqd pul bilan naqdsiz pul. Naqd pulda ham amalga oshirilishi kafolatlanyapti. Fuqarolik kodeksining 94-moddasida ketyapti bu o'rtoqlar. Keyingisi Fuqarolik kodeksining 790-moddasi. Fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishlari bilan bog'liq bo'lmagan holda ular o'rtasidagi hisob-kitoblar va fuqarolar ishtirokidagi hisob-kitoblar naqd pullar bilan yoki naqd pulsiz summasi cheklanmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Mana undan tashqari Markaziy bank to'g'risidagi qonunning 39-moddasida aytilyapti. O'zbekiston Respublikasining pul tizimi O'zbekiston Respublikasining pul birligini, pul muomalasini tashkil etish va tartibga solish o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasining pul birligi so'mdir. 1 so'm 100 tiyindan iborat. So'm O'zbekiston Respublikasi yagona cheklanmagan qonuniy to'lov vositasidir. O'zbekiston Respublikasi pul belgilarining nominal qiymati Markaziy bank tomonidan belgilanadi. So'mning ramz tarzidagi grafik belgisi Markaziy bank tomonidan tasdiqlanadi. Markaziy bank O'zbekiston Respublikasi hududida naqd pul muomalasini tashkil etadi. 45-modda mana shu Markaziy bank to'g'risidagi qonunning. To'lovlar O'zbekiston Respublikasi hududida naqd pul yoki naqd pulsiz hisob-kitoblar tarzida amalga oshiriladi. O'rtoqlar, nima qilamiz? Bu qonunlarga ko'z yumamizmi nima? Yo bu qonunlarni qabul qilganlarni bo'lmasam jazolaymizmi? Nima qilamiz? O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonuni bor. Mana shu qonunga ko'ra normativ hujjatlarning yuridik kuchi belgilangan. Qonun faqatgina konstitutsiyadan keyingi o'rinda turadigan normativ huquqiy hujjat turadi. Qonun faqat konstitutsiyadan bir pog'ona past. Boshqa hamma normativ hujjatlar qonundan past kuchga ega. Bu kodeks va Markaziy bank to'g'risidagi qonun bu qonun degani. Qaror, farmon, farmoyish va hokazo, buyruq va hokazolar qonundan ustun bo'la olmaydi. Buni bizning qonunchilarimiz yaxshi biladi. Lekin bugun yana o'sha soliqchilarda tashabbusi bo'lgan bu aniq ko'rinib turibdi. Chiqib aytayapti yoki Markaziy bank bugun o'zi tashkil qilib berish kerak naqd pulli muomalasini. Bugun u ham bu masalalarga ko'z yumayapti va go'yoki qarang, bugungi matbuot anjumanida aytilyapti. Bugun matbuot anjumani qilgan Markaziy bank naqd pulsiz to'lovlar talablarining salbiy ta'sirlarini ko'rganimiz yo'q deb. Kechirib qo'yasiz. Siz naqd pulda hisob-kitob qilishni tashkil qilib berishingiz kerak edi-ku. Siz nimaga o'zingizga tegishli bo'lgan Markaziy bank to'g'risidagi qonunning talabi joylarda buzilyapti? Naqd pulda qabul qilmayapti. Ya'ni O'zbekiston bilvosita davlatchilikda sharmandalik darajada bo'ladigan fuqarolari qonundagi kafolati o'zini majburiyatini bajarmayapti bugun. Markaziy bank nega shu haqda gapirmayapsizlar? Bu haqda gap ketganda indamayapti, ko'zlar ko'r, quloqlar karga aylanib qolgandek. Agar mana shu masala uchun bosimga uchraydigan bo'lsak, huzur mana shu masalada so'zlashga majbur qilayotgan qonunlarni o'zgartiringlar bo'lmasam. Fuqarolik kodeksini mana bu moddalarni o'zgartiraylik. Markaziy bank to'g'risidagi qonunni o'zgartiraylik bo'lmasam. Buni parlament qabul qilgan, prezident imzolagan va qonun yuqori yuridik kuchga ega ekanligi kafolatlangan qonun. Bu O'zbekiston qonuniy davlatmi? Qanday davlat o'zi? Davlatchilikda hech bo'lmasa hurmati bo'lishi kerak-ku o'rtoqlar. Mana bugun odamlarni stressga solayotgan, odamlarni joylarida asabi buzilib, ko'chada asabiylashib yurishiga sabab bo'layotgan holatlardan biri mana shu. O'zi juda ko'p masalalar bor. Asabiylashga olib keladigan. Ana yo'llar chizib qo'yib, qonuniy parkovka deb pul olayotgan tizim bor yoki ana ostanovkalar buzib tashlandi. Bugun odamlar yo'llarda yomg'ir ostida kerak bo'lsa avtobus kutyapti. Stressga soladigan narsalar ko'p o'zi. Lekin shular qatorida mana u ham turibdi. Bunchalik darajada davlatning qonunga ko'z yumishi bo'lmagan. Buni endi uzr davlat deb gapiryapmiz, lekin bu davlatchilik uchun sharmandalik. Nahotki biz shunchalik darajaga bordik. O'zimizni qabul qilgan qonunimizni o'zimiz inkor qilyapmiz. Bu jinoyat-ku aslida. Shuning uchun bizning taklifimiz va aytadiganimiz qonunlarga qaytaylik. Odamlardan qonunga rioya qilish talab qilinayotgan bir vaqtda shuni talab qilayotganlar o'zlari ham qonunlarga rioya etilishini xohlayapti xolos. Davlat bo'lib turib siz odamlardan qonunga rioya qilishni talab qilyapsizmi? Odamlar qonunga rioya qilmaganda jazolayapsizmi? Marhamat qilib o'zingiz ham qonunning talabiga rioya qilishingiz kerak edi. O'zingiz qonun talabiga rioya qilmasdan turib, o'zingizga ma'qul bo'lgan ariqdangina yurib, boshqa paytda odamlardan qonunni talab qilsangiz, unda o'rtada balans bo'ladimi, ishonch bo'ladimi? Bu ikkiyuzlamachilik emasmi? Bunaqa jarayonda odamlarning ishonchi qoladimi?
Mana shu ishonch yo'qolmaslik nuqtai nazaridan biz har qanday amalga oshiriladigan ezgu maqsad ishlarni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin bu qonundan chetga chiqqan holda, qonunni buzgan holda amalga oshirilishi mumkin degani emas. Biz shuni tarafdorimiz. Hurmatli mas'ullar, hurmatli Markaziy bank raisi, Soliq qo'mitasi raisi, siz amaldagi qonunlarga rioya qilgan holda qanaqadir tizimlarni, to'lovlarni tashkil qiling. Qonunni buzib, qanaqadir qarorlar chiqarib, lobbistik harakatlar qilishga haqqingiz yo'q. Mana shu davlatga nisbatan, mana shu davlatda yashayotgan xalqqa nisbatan, fuqarolarga nisbatan, mamlakatning kelajagiga nisbatan behurmatlik bo'ladi. Bunga hech kimning haqqi yo'q. Odamlar qonunlarga ishonmasa, mana shunga ishonib yashamasa, unaqa jamiyatda rivojlanish bo'lmaydi, barqarorlik bo'lmaydi va unday jamiyatda tadbirkorlik ham rivojlanmaydi, iqtisod rivojlanmaydi. Unaqa jamiyat faqat qo'rquvdan iborat bo'ladi. Odamlar bir kunlik hayot bilan yashaydi. Bu nima degani bu? O'zi qabul qilgan qonunni o'zi tan olmasa, shunaqasi ham bo'ladimi? Bu endi ochiqchasi ikkiyuzlamachilik-ku. Kim qilyapti ikkiyuzlamachilikni? Odamlar emas. Iltimos, hurmatli mas'ullar, davlatchilikni hurmat qiling. Davlatni hurmat qiling, davlatni kulgiga qo'ymang. Davlat rahbarini unaqa obro'sizlantirmang xalqning oldida. Bunaqa qarorlarni hammasi qonun asosida bo'lishi kerak. Marhamat, qonunlarni o'zgartiring dastlab, keyin kiriting. Lekin qonunni o'zgartirmasdan fuqarolar huquqini cheklashga hech kimning haqqi yo'q. Va shundan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, bugun qaysiki to'lov shoxobchasida yoki qanaqadir hisob-kitobda naqd pulda amalga oshirishni cheklash bu g'ayriqonuniy hisoblanadi. Bu qonunga zid. Mumkin emas cheklash. Hamma fuqaroni naqd pul yoki naqdsiz pul shaklida to'lovni amalga oshirishga, hisob-kitob qilishga haqqi bor. Bunga qonun kafolat bergan. Sizlar tan olmasangiz ham qonunni xalq tan oladi. Mana shuni hurmat qilinglar. Bo'lmasa qonunlarni o'zgartirib keyin qiling. Qonunga qaytaylik. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Bizning xohishimiz shu xolos. O'zbekiston inson huquqlari ustuvor bo'lgan huquqiy, qonuniy davlat. Biz qonun asosida hammasini tashkil qilganmiz. Qonunlar asosida saylov qilyapmiz, saylayapmiz rahbarlar, deputatlarni. Qonun asosida mas'ul vazirlik idoralarga vakolatlar berilgan. Ne o'zlariga kelganda qonunlar tan olinib, odamlarning huquqlariga kelganda tan olinmay bunday ikkiyuzlamachilik qilinyapti. Xalq haqqiga ham, huquqiga ham xiyonat degani. Qonunlarga qaytaylik. Fuqarolarga aytmoqchi bo'lganimiz, qayerdaki sizdan naqd pul shaklida to'lovingizni qabul qilinish rad qilinayotgan bo'lsa, siz bu haqda Markaziy bankka shikoyat qilishingiz mumkin. Marhamat, bu sizning qonundagi kafolatingiz. Markaziy bankka, boshqa tegishli o'sha mas'ul idoralarga yoki mana prezident virtual qabulxonasi bor, u yerga ham shikoyat qilishingiz mumkin. Chunki sizni bu huquqlaringizni, cheklanish huquqlaringizni buzilishi hisoblanadi. Fuqarolik kodeksi va Markaziy bank to'g'risidagi qonun sizga to'la naqd pul va naqd pulsiz shaklda to'lovni hisob-kitobda amalga oshirish huquqini bergan. Qilayotgan ishlarimiz va aytayotgan gaplarimiz bir-biriga mos bo'lsin. Nuqtai nazar. Rasul Kusherbayev.